Assalomu alaykum akalar. Xudo xolisa karnival mashinasini ham motorlarni tushirib, oldidan ochib oldik. Chiroyli tarzda zarba yegan ekan o'zi ham. Pistoletlarni jirovladi, akashani chiqarib olibdi anchagina. Sredniy panelga ham motor kelib tekkan, yana ichkariga ketgan. Bu tomon chashkani. Chashkani ham kelib sindirib, pistoletlar bukib qo'yibdi. Lanjironni mana zakrovkadan yulib ajratib qo'yibdi. Mana sredniy panelga ham zakrovkalar qo'yib olgan. O'sha motor kelib tekkanda ichkariga ketib qolgan sredniy paneli ham. Pistoletning tashqari tomonlari mana amortizatorning orqasini kelashga to'plab qo'yibdi. Yanchib. Endi tortib, xudo xolisa o'ng tomon pistoletlarni jirovlarini alishtirib olamiz. Juda xarob holatga kelib qo'yibdi mashinani. Bitta problema mashinani endi motor hadolangan chiroyli Rossiyashga olib kirishcha muammo qoldi. Endi xudo xolisa bir amallab ko'pchilik bo'lib olib kira olamiz. Olib kirib Rossiyashga qo'yib olsak, tortib ishlarni boshlaymiz inshaalloh.